Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Hozir mana sizlarga bir yangilikni bo'lishish maqsadida, sizlarga ulashish maqsadida shu videoni taqdim etaman. Aziz vatandoshlar, hozir mana ko'rib o'qib bilasizlar. Yangi reys Toshkent Air aviakompaniyasi nasib bo'lsa mana bugun 17-may chizig'ida Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha birinchi reyslarini mana nasib bo'lsa yo'lga qo'ydi. Eslatib o'tamiz, bu o'zi asli charterni reys hisobida. Birinchi reys mana uchayapti. Nasib bo'lsa o'ylaymizki, yaxshi niyatda bu reys как regularni reys sifatida har hafta bo'lardi. Haftasida 2 marta reyslar qo'yilishini kutayapmiz nasib bo'lsa. Ushbu aviakompaniyada aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari 30 kilo bagaj, 10 kilo ruchni o'zlaringiz bilan olib ketasizlar. Aviabilet narxlari maksimum buni aviakompaniyada 14,5 mingdan 15 ming 16 ming 700 rubldan sotildi. Aeroport Pulkovadamiz hozir mana ko'rib o'qib biletganlaringizdek, mana bu yoqda ham mana zona отправления bo'limidamiz aziz vatandoshlar. Bemalol kelaverasizlar. Ushbu videoni pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar biletlar masalasida.